Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli sahifamiz kuzatuvchilari. Bugungi suhbatimiz orqali sizlarni dunyodagi eng rivojlangan tartib intizomi, fan va texnologiyasi bilan tanilgan davlatlardan biri Yaponiyaga sayohatga chorlaymiz. Yaponiya bu nafaqat sanoat yoki ta'lim sohasida, balki tabiat bilan uyg'un yashash, yer va suvni asrash, mehnat madaniyatida ham o'zgacha mamlakat. Bugungi suhbatdoshimiz Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi bo'lim bosh mutaxassisi Abdullaxon Shukurov bo'ladi. U 8 oy davomida Yaponiyada bo'lib, u yerdagi fermerlar hayotini, ilg'or agrotexnologiyalarni va dehqonlarning mehnat madaniyatini yaqindan o'rganib qaytdi. Biz suhbat davomida Yaponiyada qishloq xo'jaligi qanday tashkil etilgani, fermerlar ish uslubida nimalarga e'tibor qaratishi, ular suvni, yerni va tabiatni qanday asrashi haqida suhbatlashamiz va bundan tashqari boshqa o'zimizni qiziqtiradigan shaxsiy savollarimiz, shuningdek biz bu suhbatga tayyorgarlik ko'rish jarayonida Abdullaxon ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham anons berganmiz va agar o'zlaringizni qiziqtiradigan savollaringiz bo'lsa, izohlarda savollar qoldiring deganmiz. Albatta bizga ko'pgina qiziqarli savollar ham kelgan. Ularga ham javob berib o'tamiz. Shuningdek, Abdullaxon Shukurovdan yapon dehqonlarining kundalik hayoti, yoshlarni qishloq xo'jaligiga jalb etish usullari va ulardagi jamoaviy ishlash madaniyati haqida ham bilib olamiz. Demak, suhbatimizni boshlaymiz. Abdullaxon, avvalo Yaponiya safari qanday loyiha yoki dastur doirasida amalga oshirilganligi to'g'risida so'zlab bersangiz. Albatta, assalomu alaykum. Ushbu o'quv dasturida ishtirok etish bo'yicha dastlab shu Yaponiyaning xalqaro hamkorlik tashkiloti JICA tashkiloti mavjud, O'zbekistondagi ofisi. Ular albatta rasmiy ravishda Qishloq xo'jaligi vazirligi va tegishli idoralarga aynan shu qishloq xo'jaligi sohasida tajribaga ega, fermerlar bilan ishlash qobiliyatiga ega va kelgusida o'sha Yaponiyada o'rganilgan narsalarni, o'rganilgan ma'lumotlarni O'zbekistonga qaytib kelgach, o'sha fermerlarga o'rgatish, treninglar, seminarlar tatbiq qilish borasidagi kadrlarga bo'lgan ehtiyojni bildirishgan va vazirlikning tavsiyasiga asosan shu Yaponiyaning o'sha JICA xalqaro hamkorlik tashkiloti tomonidan tashkil etilgan o'quv seminarida ishtirok etishga muvaffaq bo'ldim. Endi ko'pchilikni qiziqtiradi Abdullaxon. Bir chet elga chiqish avvalambor ko'pchilik uchun orzu. Bu endi qadim zamonlarda orzuligicha qolib ketgan. Bugun istagan odam agar imkoniyati bo'lsa, chet elga chiqishi, o'qishi, ishlashi, sayohat qilish imkoniyatiga ega, to'g'rimi? Lekin mana sizga o'xshab Yaponiyaga borib tajriba orttirib kelish hammaga ham nasib qilavermaydi. Bu endi albatta ma'lum bir odamlarga ma'lum bir maqsadlarda borib kelinadi, to'g'rimi? Endi yoshlarni qiziqtiradigan bitta masala borki, o'sha JICAni shartlari qanday? Birinchi navbatda ingliz tilini bilish darajasi yaxshi bo'lishi kerak. Sababi ushbu o'quv dasturi davomida, ya'ni muddati 8 oy davomida biz Yaponiyada yashadik. Ushbu jarayon davomida biz to'liq barcha ma'ruzalar, amaliyotlar va boshqa tadbirlar to'liq ingliz tilida amalga oshirildi. Birinchi navbatda ingliz tilini yaxshi bilgan kadrlarga bo'lgan ehtiyoj mavjud. So'ngra o'sha yana yuqorida aytib o'tganimdek, qishloq xo'jaligi sohasini tushunadigan, aynan shu sohada tajribaga ega bo'lgan, ya'ni o'sha sabzavot ekinlarini yetishtirish bo'yicha, agrotexnologiyalari bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lgan, tushunadigan kadrlar hamda fermerlar bilan doimiy muntazam ravishda ilmiy tadqiqot institutlari bilan yangiliklar bilan innovatsiyalarni tatbiq eta oladigan kadrlar kerak bo'ladi. Demak, shartlar shular. Shartlar shular. Aynan mana shu qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi loyihada qo'yiladigan shartlar shular. Albatta shunday. Shuningdek va o'zini ma'lum bir bosqichlari mavjud. Uni o'sha dasturni davomiyligi va dasturni o'zlarini tartib qoidalariga asosan o'sha suhbatlar, imtihonlar mavjud. U bo'yicha o'sha o'zlari. Siz qiynalmadingizmi? Yo'q, albatta. Chunki bu sohada bilasiz, ko'p suhbatlashib boramiz siz bilan. Men yoshlikdan qishloq xo'jaligi sohasida o'zim qiziqib shug'ullanaman. Hozirgi kunda ham fermerlik faoliyati bilan ham shug'ullanaman. Ya'ni fermerlik deganda qanday ma'noda o'sha sabzavot yetishtirish bo'yicha o'zim kichik bir
o'zimni shu biznesimni boshlaganman desam ham bo'ladi. Shuni tomorqachilikni rivojlantirganman. Shu bo'yicha o'zimda juda yuqori qiziqish mavjud edi va yaxshigina tajribaga egaman. Yaxshi, Abdullaxon, endi biz Yaponiya mavzusiga qaytamiz. Demak, ilk bor Yaponiyaga borganingizda sizda bir qanday hissiyotlar chulg'ab oldi? Bu juda ham ajoyib savol. Yaponiyaga birinchi borganda bir vaqtning o'zida ko'p narsaga e'tibor berishingiz mumkin. Dastlab o'sha aeroportda tushganingizdan tortib, toki o'sha manzilga yetib olib, kelgusida o'sha insonlar bilan o'sha muloqot qilish jarayonida, shuningdek o'sha yo'l infrastrukturasi deysizmi yoki o'sha taksi haydovchilarini madaniyati deysizmi yoki yana barcha tabiati, tozaligi, insonlarning madaniyatini ko'rib, birdaniga bir so'z bilan aytganda butunlay hayrat. Butunlay hayratda qoldim, albatta. Umuman bir boshqa dunyoga tushib qolgandek. Boshqa dunyoga tushib qoldim. Bu sizga oldingizga qanday bir maqsadlar berdi mana shu hayrat? Endi men o'z bevosita shu Yaponiyadagi holat bo'yicha, ya'ni o'sha atrof muhit deysizmi, insonlarning bir-biriga munosabati deysizmi yoki o'sha so'rashish odobi, salomlashish odobi barchasini ko'rib, dastlab albatta o'zimizni hozir O'zbekistondagi muhitga solishtirishga majbursiz va solishtirasiz. Bevosita o'zingiz bilgan yo bilmagan holda solishtirishni boshlaysiz. Endi bizda ham men o'ylayman, Yaponiya madaniyatiga juda ham yaqin madaniyat hisoblanar ekan o'zbek madaniyati. Dastlab o'sha kelganingizda birinchi o'sha so'zni boshi salom bo'lsa, bizda ham o'sha yaponlarda shu bukilib, ozroq bukilib salomlashish, ya'ni biz qo'limizni ko'ksimizga qo'yib salom berish odatimiz deyarli bir xil desak ham bo'ladi. Biz o'zimizni alohida shu adashmasam butun dunyoda yo'q bo'lgan modelimiz bor ekan. Buni men shu Yaponiyada bo'lganda o'zim his qildim. Bu endi bizning ijtimoiy hayotdagi o'xshash jihatlarimiz, albatta. Keling biz endi o'sha qishloq xo'jaligi yo'nalishiga urg'u beradigan bo'lsak, demak, qishloq xo'jaligi sohasidagi ilk taassurotlaringiz qanday bo'ldi? O'zimiz bilan nimalarni taqqoslay oldingiz? Qanday yutuqlar bor va bizda bir o'xshash jihatlar bor? Qishloq xo'jaligi sohasida dastlab qaraydigan bo'lsangiz, Yaponiyaning o'zi geografik jihatdan okeanni bilan chegaradosh, Tinch okeani sohillari bilan chegaradosh, barcha hududlari suv bilan chegarada, hamda asosiy va ochiq manbalar bilan o'sha tanishib chiqqanimda 72% dan ortiq maydoni, 70% dan ortiq maydoni tog'li hududlardan iborat. Ya'ni shu qishloq xo'jaligida mahsulot yetishtirish uchun bo'lgan yer maydoni cheklangan. Bizda esa juda katta maydonlarimiz mavjud, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha imkoniyatlar mavjud. O'sha qisqa kam joyda bo'lsa ham o'sha 120 millionga yaqin aholisi mavjud Yaponiyaning. Shuni o'zlari o'sha importga qaram bo'lib qolmasligi uchun barcha yangiliklardan, innovatsiyalardan foydalangan holda mahsulotlarni yetishtirish yo'lga qo'yilgan ekan. Ya'ni o'sha yuqori texnologiyalar, innovatsiyalar, hattoki o'sha dronlar deymiz, dronlar orqali boshqarish yo bo'lmasam o'sha barcha issiqxonalar, aqlli issiqxonalar deyarli to'liq o'sha internet orqali boshqarilishi, telefon, smartfon orqali boshqarilishi masofadan turib, ular bo'yicha ham bevosita biza o'sha dala maydonlariga yoki fermer xo'jaliklariga o'sha tashriflarimiz davomida biza bevosita guvohi bo'ldik bu narsani. Mana hozir o'zingiz aytyapsiz, demak, umumiy yer maydoni 70% tog'lardan iborat, to'g'rimi? Ekin ekiladigan yerlar kam, lekin o'sha ilmda rivojlanganligi ularda ko'p hosil va yuqori darajadagi sifat hamda eksport imkoniyatlarini oshirib beradi, to'g'rimi? O'sha biz fermer xo'jaliklariga bevosita tashrifimiz davomida gidroponika sharoitida yetishtirilayotgan ko'katlar bo'yicha fermer xo'jaligiga bordik. Shunda biz so'radik, o'sha gidroponikani juda yaxshi bilamiz barchamiz, o'sha tuproqsiz sharoitda maxsus oziqa muhitda yetishtiriladi. O'sha siz aytgandek juda ham toza mahsulot, 12 oy davomida, yil 12 oy davomida to'xtovsiz ravishda mahsulot yetishtirish imkoniyati mavjud. O'sha pestitsidlardan, fungisidlardan oqilona foydalangan holda mahsulot yetishtirishga erishilmoqda. Endi suv tejamkorligi va tuproq unumdorligini saqlashda qanday usullardan foydalaniladi?
Suv tejamkorlik deganda bevosita Yaponiyani o'sha o'zini tabiiy geografik joylashuvi juda muhim ekan. Deyarli yoz oyida ham barcha oyda to'xtovsiz yomg'irli muhit mavjud. Ob-havo kuzatiladi. Deyarli qishloq xo'jaligi sohasida biz tog'li hududlarga, baland tog'li hududlarda o'sha alohida mahsulotlar yetishtirishga ixtisoslashgan. Misol uchun o'sha yozgi muddatda Nagano prefekturasi bor. Shu joyda karom yetishtirish bo'yicha juda katta maydonda yetishtiriladi. Mutlaqo suv qo'yilmaydi. Tog'li hudud mutlaqo suv qo'yilmaydi. Faqat yomg'ir hisobiga. Faqat yomg'ir hisobiga. Asosiy maydonlar xuddi shunday, faqatgina shu sholi maydonlari, ya'ni guruch ko'p yetishtiriladi. Yaponiya xalqi juda ham guruch sevar mamlakat desak bo'ladi. O'sha sholi dalalariga ma'lum miqdorda o'sha aqlli qishloq xo'jaligi texnologiyalaridan foydalangan holda har bir o'sha suv kiradigan joylari, o'lchash asboblari mavjud. Ular juda ham drenaj sistemasini yoki o'sha ariq va zovur tizimlarini juda ham yaxshi betonlashtirilgan. Hozirda bizda ham shu ishlar amalga oshirilmoqda-ku. Betonlashtirish, o'sha suvlarni tejash bo'yicha deyarli Yaponiyaning barcha hududlarida biz o'sha qishloq xo'jaligiga oid hududlarga borganimizda shuni guvohi bo'ldimki, barcha o'sha ariqlar, zovurlar, drenaj tizimlari to'liq betonlashtirilgan. Buni ham bilishimiz mumkin, shu suvdan oqilona foydalanish, singib ketmasligi, to'g'ri yo'naltira olishlarga qaratilgan deb o'ylayman. Siz aqlli qishloq xo'jaligi deganda Yaponiyada o'z ko'zingiz bilan nimalarni ko'rdingiz? O'sha kichik fermer xo'jaliklarini ishlash jarayonida biz ko'rdik. Asosan yoshi 70 yoshdan ortiq aholi juda ko'p qishloq xo'jalik sohasida faoliyat olib boradi. Ular o'sha mini texnologiyalar juda ham rivojlangan. O'sha barcha turdagi qaysi ekin turi bo'ladigan bo'lsa, o'sha oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, piyoz ekish jarayonida ham o'sha mini texnologiyalar, faqat o'sha mexanizatsiyalashgan texnologiyalar, yig'ish jarayonlarida, o'rish jarayonlarida yo bo'lmasam o'sha begona o'tlarga qarshi kurashish jarayonlarida ham barchasida o'sha mini texnologiyalar, ya'ni yoshi katta insonlar ham bemalol foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan texnikalar juda ko'p ekan. Shuningdek o'sha sensorlar yordamida yo bo'lmasam issiqxonalarni boshqarishda o'sha bevosita onlayn tarzda boshqarib borilmoqda. O'sha havo harorati, namlik yoki o'sha hasharotlarni ko'payish jarayonlari yoki bo'lmasa ochiq maydonlarga nazar soladigan bo'lsak, to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishimizcha to'liq tuproq Yaponiya bo'yicha tuproq analizlari, tahlillari to'liq o'sha avtomatlashtirilgan tizim orqali bevosita ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari o'sha marketing sohasiga kiradigan bo'lsangiz ham, uni bozorlarda qadoqlash jarayoni yo bo'lmasam shu fermer xo'jaligidan toki aholiga yetkazib berish jarayonidagi barcha jarayonlar o'sha kooperatsiyalar mavjud. Yaponiyaning qishloq xo'jalik kooperatsiyalari, ushbu kooperatsiyalarda to'liq robotlashgan holda o'sha navlarga ajratish, kalibrovka jarayonlari, qadoqlash va boshqa jarayonlar to'liq avtomatlashtirilgan tarzda olib borilmoqda. Demak, umuman qo'l mehnati yo'q. Qo'l mehnati umuman deya olmaymiz. O'sha inson omili ham mavjud, lekin o'sha asosiy vazifani, og'ir ishlarni yoki o'sha mas'uliyatli bo'lgan yoki texnika xavfsizligiga to'g'ri javob beradigan joylarda asosan o'sha texnologiya ishlamoqda-da. Yaxshi. Mana hozir mini texnikalar to'g'risida gapirib o'tdingiz. Men bitta narsani xursand bo'lib aytishim mumkin. Bugun o'zimizda O'zbekistonda tomorqachilik madaniyati ham yuksalib boryapti. Bugun bir paytlar belkurak bilan, ketmon bilan ishlagan demak tomorqachilar bugungi kunda o'sha motobloklar, motokultivatorlar orqali ishlayapti. Men yaqinda qishloqqa uyga borib keldim. Hovlimizda ozgina beda ekilgan uyimizdagi chorva uchun. Ukamga bu bedani qachon o'rasan desam, aytib qo'yganman, o'zi beda o'radigan odam keladi deydi. Ertalab aytganday o'sha texnikasi bilan bir yigit keldi, u shunday xizmat ko'rsatar ekan. Keldida 1 soatda bedani o'rib chiqib ketdi. U bedani ilgari biz 3 kun 4 kun o'rardik. To'g'ri. Bugun o'zimizda ham mana shunday tomorqachilik madaniyati ancha yuksalib boryapti. Keling endi shu Yaponiya fermerlarini kuzatdingiz. Yapon fermerlarining bir ish kuni qanday o'tadi?
Bu bo'yicha juda ko'p ma'lumotlarni aytsak bo'ladi. Endi vaqtimiz chegaralangan, o'zingizga ma'lum, Anvar aka. Yapon fermerlari o'sha bir ishni bajarishdan oldin, masalan, o'sha qaysidir pomidor o'simligini yetishtirish bo'ladigan bo'lsa, ular o'sha o'zlariga pomidor yetishtirish bo'yicha o'zlarini o'sha xaritalarini yaratib olishadi dastlab. Bugun nima ish qilinadi, ertaga nima ish qilinadi, bir oydan so'ng nima ish qilinadi. Agrotexnik tadbirlarni bizda ham mavjud edi, bilsangiz, o'sha paxta yetishtirish bo'yicha yoki bug'doy yetishtirish bo'yicha agrotexnik kartalari mavjud bo'lardi. Xuddi shunga o'xshab, ular ham o'zlarini asosiy jadvallari asosida ish olib borishadi. Juda ham o'sha qat'iy belgilangan reja asosida. Abdullaxon, yaponlarda ham mana shunday yig'ilishlar qilish, treninglar qilish, seminarlar qilish bormikan? Albatta, yapon fermerlarida o'sha treninglar, seminarlar, malaka oshirish kurslari bo'lib o'tar ekan. Aynan o'sha Yaponiya qishloq xo'jaligi kooperatsiyasida o'sha extension mutaxassislar, maslahatchilar ishtirokida ilmiy tadqiqot instituti olimlarini jalb qilgan holda o'sha yana yuqorida aytganimdek 1 yil oldindan ularni jadvalida mavjud. Qaysi kuni qaysi yo'nalishda, masalan, o'sha agrotexnologiya bo'yichami yoki kasalliklarga qarshi kurashish bo'yichami seminar kim tomonidan o'tkazilishi, ma'ruzachi kim, barcha ma'lumotlar ularning qo'lida mavjud bo'ladi va shunga oldindan o'zlariga qiynayotgan masalalar, savollar bo'yicha tayyorlanib borishadi va ishtirok etishadi. Va o'zlariga kerak bo'lgan bilimlarni oladi. Albatta shunday. Abdullaxon, suhbatimiz juda ham bir qiziq davom etyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu suhbatni biz YouTube'dagi sahifamizga joylashtiramiz. To'liq suhbatni unda ko'rishingiz mumkin va rasmiy Telegram kanalimiz, Instagramdagi Agrotime deb nomlangan sahifamiz orqali eng qiziq lahzalarni ham sizlarning e'tiboringizga havola qilib boramiz. Abdullaxon, aytingchi, yerdan unumli foydalanishda Yapon dehqoni bilan o'zbek dehqonining qanday bir farqini sezdingiz? Bu savolingiz bo'yicha bizda masalan tomorqachilik borasida endi bizda ham o'sha aholini juda yeri ardoqliydi. Azaldan o'sha dehqon, mirishkor xalq hisoblanadi. O'sha bir yerdan 2 marotaba, 3 marotobagacha hosil olayotgan dehqonlarimiz mavjud, o'sha o'rnak bo'layotgan. Yaponlarda ham xuddi shunday yerga bo'lgan muhabbati, yerni o'sha yerdan hosil olishga bo'lgan ishtiyoqi juda baland. Masalan, o'sha yuqorida aytib o'tdim, o'sha aynan qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yuritayotgan, ishlayotgan aholini yoshi chegarasi 70 dan ortiq, 70 yoshdan ortiq va undan yuqori yoshdagilar. Yildan yilga o'sha foydalanish imkoniyati cheklanganligi sababli ko'p yerlar hozirgi paytda Yaponiyada qarovsiz holatga kelib qolish ehtimoli ham mavjud ekan. Ushbu holatda o'sha o'zlarini belgilangan o'sha hukumat darajasidagi yer resurslari bilan shug'ullanadigan tashkilotga ariza shaklida kiritishar ekan va ular ushbu yerdan foydalanuvchi topilgunga qadar yeri usti bekor qolmasligi maqsadida hattoki o'sha o't urug'larini sepib, ya'ni degradatsiyasini, tuproqni degradatsiyasini, eroziyasini oldini olish maqsadida ustki qatlamini o't bilan, begona o'tlar bilan qoplab turishadi va kelgusida kimgadir ushbu yer maydoni taqdim etiladigan bo'lsa, u o'sha joyda o'sha agrotexnik tadbirlarni amalga oshirib ishni boshlayveradigan holatda qarashar ekan. Yapon dehqonlari haqida YouTube'da bir ko'rsatuv ko'rganimda 80 yosh, 90 yoshdagi odamlar shu tomorqachilik bilan shug'ullanayotganini ko'rganman. Albatta, ularning qo'lida oddiy belkurak yoki boshqa narsa emas. Shu yuqori darajadagi texnikalar bilan ishlayapti, lekin 80-90 yoshda ham masalan tomorqada mehnat qilish ko'pchilikka to'g'risini aytsam nasib qilmaydi yoki xohish bo'lmaydi. Albatta. Siz ana shunday odamlarni o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Shunday bir tomorqa egalari bilan suhbatlashdingizmi? Albatta, biz o'sha agroturizm hududiga bordik. O'sha Kyushu oroli Oita prefekturasida agroturizm alohida joy ajratilgan ekan. Shu yerda bizga hamrohlik qilgan shu insonning uyida turdik, bir ayol kishi, 86 yoshga kirgan onaxon ekan. Ko'rinishidan unday baho bermaysiz. O'sha avtomobilni haydab, o'zi olib borib, joylashtirib bizga o'sha eski yapon usulida qilingan 100 yildan ortiq bo'lgan bino inshootida alohida o'sha uy joyida
agroturizmni tashkil qilgan ekan. Shu ayol asalaridan tortib qo'ziqorin yetishtirishgacha, hattoki o'sha sholi maydonlari ham mavjud ekan. To'g'risini aytganda ko'rib hayratda qoldim. Xuddi bizni aholimiz bilasiz, O'shin serialini ko'rishgan, o'sha mashhur. Bizni o'zimiz ham yoshlik paytimiz o'zbek tilida qiziqib maza qilib ko'rganmiz. Juda qiziqarli kino. Xuddi shu O'shinni yosh kattaligidan tortib, shu yoshlardan tortib, o'sha yosh kattalar ham juda mehnatsevar xalq ekan. Juda yaxshi mehnatsevar xalq. Yoshlarda yerga bo'lgan munosabati qanday? Ular ham ko'pchilik shaharga ko'chib ketmayaptimi yoshlar? Endi bu rivojlangan davlatlarda birinchi o'rinda siz aytgan masala bor. O'sha yoshlarning asosiy qismi o'sha poytaxt markazlarida, yuqori katta shaharlarda yashashga intiladi. Bu jarayonda ham, bu yerda ham Yaponiyada asosiy o'sha Tokio shahrining o'zida 37 milliondan ortiq inson yashar ekan. Asosiy qismi yoshlar yoki o'sha yirik shaharlardan biri Osaka, Kyotoda ham o'sha asosan yoshlar juda ko'pchiligi yirik shaharlarda yashamoqda. Qishloq joylarda esa yoshlar biroz cheklangan, tan aytishimiz kerak. Asosan yoshi kattalar ishlamoqda, lekin yoshlarda ham o'sha qiziqishi bor yoshlarni davlat tomonidan subsidiyalar ajratilgan, treninglar o'tkazilgan va o'sha turli xildagi motivatsiya berish ishlari ham to'xtovsiz amalga oshirilar ekan. Nima bo'lsa ham yoshlarni qishloq xo'jaligiga qiziqtirish. Albatta, sohada ishlayotgan yoshlar ham bir talaygina. Hozirgi paytda o'sha aynan qishloq xo'jaligiga qiziqayotgan yoshlar soni ham ortib bormoqda deb aytishdi. Albatta shu hukumat tomonidan o'sha yengilliklar, sharoitlar yaratilmoqda ekan, ayniqsa ayollarga ham. Abdullaxon, endi yuqorida aytib o'tganimdek, ijtimoiy tarmoqlar orqali kelgan savollarni ham berishim kerak, albatta. Bizni Agroinfo chat sahifamizga Humoyiddin Bekmurodov Yaponiyada ingichka tolali g'o'za bormi degan savol bergan. Demak, Akmal Xoliqov ismli kuzatuvchimiz Yaponiyada eng ko'p yetishtiriladigan ekin turlari haqida ma'lumot bersangiz degan birdan aytib ketayim. Demak, Muhammadjon Ergashev, assalomu alaykum. Yaponiyada qishloq xo'jaligini raqamlashtirish holati bo'yicha ma'lumot aytib o'tsangiz degan savollar bilan murojaat qilgan ekan. Shularga bir qisqa javob berib o'tib ketsangiz. Ma'qul. Birinchi o'rinda o'sha ingichka tolali paxtalar mavjudmi degan savollarga, Yaponiyada paxta yetishtirish ilgari avvallari tarixda yetishtirilgan ekan, lekin hozirgi kunda paxta yetishtirilgan dala maydonlariga biz tanishmadik. U yetishtirilmas ekan, paxta maydonlari mavjud emas. Lekin men o'zim hududga borganimda o'sha supermarketiga yo'lda paxta o'simligini ko'rdim, gullab turganini, o'sha ko'saklari bor. Demak, bularda o'sha yaxshi navlar mavjud degan fikrim bor. Sababi ular ham qadimdan yetishtirib kelgan, paxta yetishtirgan. Keyingi savolga o'tishdan oldin bitta savol berib o'tib ketayin. Mana biz O'zbekistonda mavjud bo'lgan ekin turlari yo bo'lmasa mana begona o'tlar bor, to'g'rimi? To'g'ri. Ko'rdingizmi? Yaponiyada ham bor ekanmi? Yaponiyada shu tomoni meni ilhomlantirgani, O'zbekistondagi barcha begona o'tlar mavjud. O'sha erta bahorda biz fevral oyida borgan bo'lsak, o'sha qoqi o'tdan boshlab, o'sha g'umoy deymizmi yoki ajriq deymizmi, salomalik deymizmi, barcha turdagi o'simliklar bir xil deyarli. Daraxtlarida ham o'xshash daraxtlarimiz juda ko'p. Xuddi O'zbekistonda yurganda yurdim men. Yaponiyada. Tabiati, iqlimi ham juda ham bizga yaqin ekan, faqatgina shu yoz faslida yuqori temperaturada, o'sha daraja paytida, o'sha endi suv bilan atrof o'ralganligini hisobiga shu bug'lanish, parlanish yuqori bo'lar ekan, namlik yuqori. Qolgan barcha tomoni biz bilan deyarli bir xil ekan. Demak, Akmal Xoliqov ismli kuzatuvchimiz savolini beramiz. Yaponiyada eng ko'p yetishtiriladigan ekin turlari haqida gapirsangiz. Yaponiyada eng ko'p yetishtiriladigan ekin turi qishloq xo'jaligi sohasida sholi ekin hisoblanar ekan. Juda ham ko'p maydonda deyarli barcha hududlarda yetishtirilar ekan. Qolgan ekinlar kamroq yetishtiriladi. Qolgan ekinlar ham me'yorida endi boshqa o'simliklarga nisbatan eng ko'p yetishtiriladigan sholi. Ular qishloq xo'jalik mahsulotlarini o'zlariga import qilishadimi yo'qmi? Ehtiyoj uchun import bilan bog'liq hududlar ham mavjud. Masalan, o'sha tropik mevalar deymizmi yoki boshqa ekin turlari bo'yicha albatta import qilishga majbur. Import qilinadi. Lekin biz bilamizki, dunyodagi eng qimmat qishloq xo'jaligi mahsulotlari Yaponiyada yetishtiriladi. Masalan, yapon qovuni, tarvuzi,
uzumi, gilosi, to'g'rimi? Albatta. Siz ana shunday joylarga borib o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Buni endi men internetda ko'rib havasim keladi. Chunki bir dona qovunning narxi masalan 5 ming, 10 ming dollarga supermarketlarda yozib qo'ygan joylarni ko'rganmizda. Sal sizga to'g'rilab aytib ketishni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. U supermarketlarda shu 5 ming, 6 ming yena mavjud, Yapon yenasi. U bizni o'sha o'zbek so'miga nisbatan oladigan bo'lsak, 1 yena hozirgi kunda shu 80 so'm atrofida u o'ynab turibdi narxlari. U o'sha yena hisoblanadi. Lekin ba'zi paytlarda o'sha biz ulgurji savdo markazlariga ham tashrif buyurdik. Kyoto shahrida joylashgan. U yerda barcha o'sha mahsulotlar auksion tizimi orqali sotiladi. Dengiz mahsulotlari ham, o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlari ham o'sha auksionda yetishtirilgan brend yoki boshqaga asosan narxlar keskin ko'tarilib ketish holatlari ham mavjud ekan. O'sha siz aytgan narsa o'sha yuqori narxlar auksionda kelib chiqadigan narxlar hisoblanadi. Men ikkita yapon qovunini, o'zi mashhur qovuni bor ularda, 25 ming dollarga baholanganini internetda o'qiganman. Albatta shu auksion orqali yuqori narxlar berilar ekan o'sha. Demak, Muhammadjon Ergashev ismli kuzatuvchimizdan assalomu alaykum. Yaponiyada qishloq xo'jaligini raqamlashtirish holati bo'yicha ma'lumot berib o'tsangiz. Bu to'g'rida yuqorida ham aytib o'tdingiz, yana bir qisqacha. Yuqorida rahmat savol uchun. Yuqorida ham ta'kidlab o'tib ketdim. Qishloq xo'jaligida yuqori texnologiyalar, ya'ni o'sha tuproqlar to'liq tahlili o'sha onlayn tarzda boshqarib turilar ekan yoki bo'lmasam o'sha bu bevosita o'zingizga ma'lum Yaponiyada yer qimirlashlari juda ko'p bo'ladi, tsunami holatlari, undan so'ng tsunami xavfi e'lon qilinadi. Shularni doimiy ravishda baholab turish, qaysi hududda qancha yog'in miqdorigacha baholab turish bo'yicha yuqori texnologiyalardan foydalanishadi. Bundan tashqari o'sha dronlarda qishloq xo'jaligida, yana o'sha issiqxonalarni boshqarishda, ularni o'sha mahsulot yetishtirishda ham o'sha yuqori texnologiyalardan foydalanib ketishadi. Muhammadali Xoldorov degan ukamiz bor. Bir qiziq savol beribdi sizga. Bir kunlik ovqat ratsioni qanday ekan yaponlarniki? Bu savol juda ham menimcha ko'pchilik auditoriyaga qiziqarli bo'lsa kerak. Yaponiyada juda ham sog'lom ovqatlanishar ekan. Dastlab o'sha borganimizda hattoki ochiq aytish kerak, men o'zim ham 8 oy davomida 12 kilogramm o'sha vazn yo'qotishga erishdik. Albatta sport orqali, uni meditsina bo'yicha o'sha tibbiyot koordinatorimiz tomonidan doimiy ravishda bizga maslahatlar berib borildi. O'sha sport orqali vaznimizni o'sha belgilangan miqdorga keltirish bo'yicha. U yerda o'sha sug'urta tizimi juda ham yaxshi ishlar ekan. Shu ovqatlanish ratsioni har bitta ovqat olganingizda o'sha ovqatni olgan paytingiz o'sha chek chiqazib beriladi. Chekida necha kilokaloriya iste'mol qilishingiz ko'rsatib turiladi. Va kun davomida 3 marotaba ovqatlansangiz o'sha o'rtacha 2000 kaloriya ovqat iste'mol qilsangiz, demak siz 2000 kaloriyangizni yoqib kun davomida ishlatishingiz kerak bo'ladi. Va shu narsaga juda ham qattiq e'tibor berar ekan. Hattoki o'sha Tokioda yoki yirik shaharlarda o'zim guvohi bo'ldim. Yoshi katta 60 dan oshgan yoshli insonlar ham bevosita zinapoyalardan foydalanmoqda. Bu yerdan foydalanish imkoniyati ham mavjud, lekin o'sha har bitta zinaga bitta qadam bossangiz necha kaloriya yo'qotishingiz va oxiriga yetib borganingizda jami necha kaloriya yo'qotishingiz yozib qo'yilgan. Bu deyarli har kuni ish jarayonida, foydalanish jarayonida ular o'zlari doimiy nazorat qilib turishadi o'zlarining kaloriyasini. Demak, Muhammadali o'zini qiziqtirgan savolga batafsil javob oldi deb hisoblasak bo'ladi. To'g'rimi? Shu o'rinda yana bitta qiziqarli savol. Ko'pchilik og'ir vazndan qiynaladi. To'g'ri, biz hozir suhbatimiz qishloq xo'jaligi mavzusida, bu endi lirik chekinish deb hisoblasak bo'ladi. Suhbatingiz bo'laman shu o'rinda. Semiz odamlar bormi-ki, yo'qmi? Suhbatingiz bo'laman. Bu lirik chekinish hisoblanmaydi. Sababi qishloq xo'jaligi semizlik, ortiqcha vazn bevosita bizni iste'mol qiladigan mahsulotimizga bog'liq ekan. Bog'liq, o'zi shundoq ham. Bu bevosita qishloq xo'jaligi bilan bog'liq masala. O'sha kaloriyasini to'g'ri ovqatlanish, sog'lom ovqatlanish, o'sha ovqatlanish ratsionimizda ko'plab o'sha vitaminlarga boy bo'lgan mahsulotlarni, sabzavotlarni iste'mol qilish yo bo'lmasa ko'katlarni iste'mol qilish. Ovqatlanish ratsionimizda o'zimiz bilasiz, 10 xil yo 15 xil
mahsulot bilan cheklanib qolamiz. Lekin u yerda Yaponiyada o'sha supermarketlarga kiradigan bo'lsangiz, masalan, go'sht o'rnini bosuvchi qo'ziqorindan ko'proq energiya oladi. Yo bo'lmasa soya o'simligidan juda ko'plab mahsulotlar yetishtiriladi, tayyor mahsulotlar. Shulardan o'ziga kerakli bo'lgan kaloriyani, energiyani olar ekanda ular. Deyarli o'sha ovqatlanish ratsionida barcha turdagi organizm uchun kerakli bo'lgan vitaminlarni aynan shu qishloq xo'jalik mahsulotlaridan olishadi. Bu bevosita bizni sohamizga bog'liq hisoblanadi. Siz meni boyagi savolim ochiq qolib ketyapti. Yaponiyada semiz, og'ir vaznli odamlarni ko'rdingizmi yo'qmi? Yaponiyada deyarli ko'zingiz tushmaydi, semiz, og'ir vaznli, lekin ba'zi o'sha yirik shaharlarda yoshlar orasida shu fast foodlarni iste'mol qilish natijasida bir ikkita ko'zimga tushgan holatlar mavjud. Juda ham yaxshi. Biz yana bevosita mavzuga qaytamiz. Yapon dehqonlarining jamoaviy ishlash madaniyatini bir ko'rdingizmi? U nimalarda aks etar ekan? Umuman ular bir jamoaviy ishlaydimi qishloq xo'jaligida? Ko'pchilik dehqonlarni yuqorida ham aytib o'tdim, maydoni u darajada katta emas, 10 sotixdan shu 50 sotixgacha bo'lgan maydon, oilaviy bemalol ertalabdan kechgacha mehnat qiladi ular. Ortiqcha ishni o'zi qolmaydi, sababi texnologiya asosida ishlashyapti. Ishchi kuchini bevosita kamaytirib beradi. Bu texnika, texnologiyalar o'zingizga ham ma'lum. O'sha yuqorida aytganingiz, kun davomida 3 kun, 4 kun qilinadigan ishni 1 soat, 2 soatda qiladigan texnikalar juda ko'p. Sizda eng bir hayratga solgan mana shu tajribani albatta O'zbekistonga borganda qo'llashimiz kerak deb ko'lingizdan o'tkazgan narsalar nimalar bo'ldi? Qishloq xo'jaligi kooperatsiyasi faoliyati menga juda ham ma'qul keldi. Sababi fermer xo'jaliklari o'sha kooperatsiya bilan shartnoma tuzadi oldindan. O'sha yetishtirilgan mahsulot hammasi bir xil nav ekiladi. Misol uchun bulg'or qalampirini bitta nav ekilsa, 100 dan ortiq fermer xo'jaligini navi bir xil. Ularni deyarli o'sha hosildorligi, sentneri aniq, qancha mahsulot kelishigacha aniq bo'ladi va o'sha robotlashgan texnologiyalar yordamida uni qadoqlash, saralash va yetkazib berish barcha ishlar avtomatik ravishda bir xil kechadi. Bizda esa o'zingizga ma'lum 10 xil, 20 xil navlar ekiladi va uni saralash, qadoqlash yoki o'sha navlarga ajratish bu qiyin kechadi. Bizda ham hozirgi kunda o'zingizga ma'lum bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida yoki bir hudud bir mahsulot yetishtirish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Xuddi shu narsani biz yanada fermerlarimiz orasida targ'ibotini yaxshilaydigan bo'lsak, shunga o'xshagan kooperatsiyalarimiz hozirda deyarli mavjud. Mana Parkentga borsangiz, uzumchilik bo'yicha fermerlarning o'zi kooperatsiyalar hosil qilib olishgan, deyarli kelishib va kooperatsiyalar hozirgi kunda ochilmoqda. Undan keyin o'sha mahsulotda ikkinchi darajadagisi, ya'ni uringan, sal nuqsoni bor mahsulotlarni ham qayta ishlash jarayonlari ham, ya'ni quritish yo bo'lmasam qadoqlash jarayonlari ham boshqa yo'nalishga qarab bir vaqt o'zida ketaveradi. Ya'ni mahsulot sifati, narxi, tannarxi bir xil bo'lib turishini ta'minlab berar ekan. Shuni tatbiq qilish kerak. Abdulloh, mana Yaponiyada 8 oy davomida ulardagi ilg'or agrotexnologiyalarni qishloq xo'jaligida tartib tamoyillar o'rganib keldingiz. O'zingiz o'rganib kelgan tajribalarni bugun o'zimizda dehqonlarga, fermerlarga, tomorqachilarga qanday tartibda yetkazib berishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? 8 oy davomida Yaponiyadagi o'sha tajribalarim davomida shuni anglab yetdimki, Yaponiyada shu time management, ya'ni vaqtga juda ham e'tibor berishadi. Vaqt qadri, vaqt boshqaruvi juda ham muhim. 1 daqiqa kechikish ham yo'q hech bir sohada. Agar juda katta vaqt hisoblanadi 1 daqiqani o'zi ham. Shundan kelib chiqib aytamanki, hozirda biz fermerlarimizni eskicha an'anaviy usulda ularni targ'ib qilib yoki bilimlarni yetkazishni emas, men o'zimga maqsad qilib oldim shuni. Hozirgi kunda mana zamonaviy til bilan aytadigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlar orqali juda ko'p aholimiz foydalanmoqda. Aynan shu fermerlarimiz, hattoki yoshlar ham mana barcha sohalarda qamrab oldi bu internet, boshqa sohalar juda ham yaxshi ishlamoqda hozirgi kunda O'zbekistonda ham. Men shuni o'zimga maqsad qilib oldim. Ijtimoiy tarmoqlar orqali foydali kontentlar, video reelslar yaratib, o'sha aynan qaysi ekin turi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, shularni eng sohani ilg'or bilim malakasiga ega bo'lgan olimlar bilan birgalikda hamkorlikda ishlab, birgalikda shu aholiga, fermerlarga, dehqonlarimizga yetkazishga harakat qilmoqchiman. To'g'ri aytasiz, Abdullohxon. Bugun
ijtimoiy tarmoqlar butun hayotimizni qamrab oldi. Masalan, eng ommaboplardan bugun Instagram. Bugun juda ko'pchilik Instagramda reelslarni ko'radi. Albatta, o'zini qiziqtirgan ma'lumot ko'radigan bo'lsa, albatta uni oxirigacha ko'radi. Albatta. Va agar o'sha sahifadan o'zi uchun foydali kontentlarni ko'proq oladigan bo'lsa, hattoki unga obuna bo'lishi va uni doimiy kuzatib borishi ham mumkin. Demak, biz bugun o'sha an'anaviy usullardan bilimlarni yetkazib berishdi. Demak, o'sha zamonaviy kontent orqali yetkazib berishni yo'lga qo'yishimiz kerak va bu borada biz mamlakatimizda hozir ishlar ham boshlanib ketgan. Bugun o'zingiz ham kuzatib borayotgan bo'lsangiz, agroblogerlar paydo bo'ldi. Lekin agroblogerlar bilan birgalikda sohani haqiqiy egasi bo'lgan, haqiqiy olim, haqiqiy ustasi bo'lgan kasb egalari mana shu foydali ma'lumotlarni yetkazib berish kerak deb o'ylayman men. Buni endi chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degan naql bor. Shunga amal qilishimiz kerak, to'g'rimi? Albatta, hozirgi kunda siz aytgandek sohaga oid bo'lmagan blogerlar ham aynan qishloq xo'jaligi sohasida bilib bilmasdan qandaydir ma'lumotlarni berishmoqda. Albatta, bu bo'yicha fermerlarimiz uncha ishonishmaydi. Lekin o'sha siz aytgandek o'sha ilmini, tamal toshini qo'ygan yo o'sha yoshlikdan tortib hozirgi kungacha o'zining hissasini qo'shib kelgan juda ham ko'p olimlarimiz mavjud, o'zingizga ma'lum. Ularni bilimini biz yetkazib berish yo'lga qo'yadigan bo'lsak, bu maqsadga muvofiq hisoblanadi. Men o'zim shu narsaga guvohi bo'ldimki, shu Yaponiyada bevosita tajriba amaliyot o'tayotgan davrimizda Facebook, Instagram tarmoqlari orqali qiziqarli video reelslarni qo'ydim. Qisqa video reelslarni. Hattoki shunda 1 milliondan ortiq o'sha ko'rilgan video reelslarim ham mavjud bo'ldi. Demak, bu juda katta natija. Ha, albatta. Demak, bizning aholimizga shu tarzda yetkazish, hattoki o'sha Yaponiyada turib, u yerdagi ilmni, bilimni yetkazganligimdan bevosita menda motivatsiya vujudga keldi va shunga o'zimga borgandan so'ng albatta bizani o'sha media markazimiz bilan birgalikda bu ishlarni amalga oshiraman deb o'zimga bir maqsad qilib olgan edim. Nafaqat sohani olimlari, balki bugun o'sha o'zini ishini ustasi bo'lgan dehqonlarimiz, juda bir katta tajribaga ega bo'lgan tomorqachilarimiz bor. Ularning tajribalarini ham bugun biz bevosita mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali olib chiqib targ'ib qiladigan bo'lsak, o'ylaymanki, ko'pchilik uchun foydali va manfaatli bo'ladi. Abdullaxon, O'zbekistondagi yosh fermerlarga Yaponiya tajribasidan qanday saboq chiqarishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Albatta, ular ham o'sha xorijga borib malaka oshib kelishlari va ular ham kelgusida o'zlariga shogirdlar orqalaridan o'sha bir shogirdlarni yetishtirishlari mumkin deb maslahat beraman. Ya'ni xorijiy tillarni mukammal ravishda o'rganishi barcha yoshlarga, nafaqat fermer xo'jaligi, qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yuritayotganlarga, balki umumiy barcha yo'nalishlarda faoliyat yuritayotganlarga xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha o'zimni tavsiyamni bermoqchiman. Bu endi albatta o'sha shunchaki fermer bo'lib kunimni o'tkazaman deydigan odamlar uchun emas, men fermer bo'lib, haqiqiy qishloqda mulkdor bo'lib, odamlarni ish bilan ta'minlab, yangilik qilaman deydigan va o'sha davlatning iqtisodiyotini bir tomonni ko'taraman deydigan odamlarga taalluqli tavsiya bo'ldi, to'g'rimi? Albatta, sababini sizga tushuntirib o'tsam biroz kengroq qilib, Yaponiyada shunga amin bo'ldimki, fermer xo'jaligini rahbari faqatgina fermer emas, u o'sha marketing xizmatini yaxshi biladi. O'z sohasini o'zi o'sha nima desak bo'ladi? Ya'ni o'sha sertifikatlarni tushunadigan va uni bozorda o'z o'rnini topish uchun o'zlarini o'sha brendlarini tashkil etadigan fermerlarni ko'rdik. Ular doimiy ravishda har bitta fermer xo'jaligining o'z nomi, o'z brendi va o'zini o'sha ko'rsata bila oladigan bir maxsus o'zini belgisi mavjud. Bu nima berar ekan? O'sha kelgusida fermer xo'jaligi, masalan, bizda ham 50 yil, 40 yillab fermerlik bilan shug'ullanib kelayotgan o'sha insonlarimiz bor, tajribali fermerlarimiz bor, lekin aksariyatida o'sha yuqorida aytib o'tganimdek o'z brendi, o'z nomi yoki o'sha bozorda tanilgan, xorijda tanilgan yoki o'sha eksportga chiqayotganlarimiz barmoq bilan sanarli hozirgi kunda, lekin bizda ham o'sha eksportga chiqayotgan fermerlar yo'q emas. Men aytmoqchi bo'layotganim o'sha barcha fermerlarimiz shu ish qiladigan bo'lsa, o'z ustida ishlaydi, yangiliklarni o'qiydi, o'rganadi va o'sha
yangiliklardan so'ng qanday qilib mahsulotni yetishtirish, qayta ishlash, qadoqlash, saralash, ularni o'sha sovutish tizimlari, marketing tizimlari barchasini bilgandan so'ng uni daromadi 2 karra, hattoki undan-da yuqori bo'lishiga erishilar ekanda. Hurmatli fermerlar, endi biz shunchaki mahsulot yetishtirib rejani bajarish uchun emas, aksincha endi biz aql o'rgatishga yo'ymasligingizni so'ragan bo'lardim. Brend uchun ishlashimiz kerak. To'g'rimi? Albatta. Agar raqobatbardosh biz endi agar fermer sifatida ham brend uchun ishlaydigan bo'lsak, demak biz barcha oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishishimiz mumkin. Abdullaxon, bizni tasvirchimizda mana Furqatda ham bir o'zini qiziqtirgan savoli bor ekan. Mana Furqat kelib bemalol savolingni berish mumkin. Kelaver. Mana Furqat o'zini qiziqtirgan savoli bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaponiyada o'zimiz oddiy kartoshkalarni iste'mol qiladimi yo ularda boshqacha kartoshkami? Shirin. Batat demoqchi. Batat deymizmi? Albatta. Uni yeydimi yo biznikini ko'proq yeydimi? Shu bizdan. Endi yaponlar o'zlarining kartoshka navlari bo'lsa kerak. Rahmat savol uchun. Rahmat savolingiz uchun. Juda ham men o'zim bu yo'nalishda borganimizda o'sha qishloq xo'jaligi dala o'quv safarlarida bevosita borib ko'rdik. Asosiy ekin maydonlarida, asosiy supermarketlarda ham o'sha yuqorida nomini aytib o'tib ketganingiz shirin kartoshka, ya'ni batat o'simligi juda ko'p yetishtirilar ekan. Uni hattoki o'sha supermarketlarga kirganingizda o'sha maxsus qadoqlangan, uni tayyor pishirilgan holatdagisi, hattoki issiq holatdagisi ham mavjud. Bundan tashqari juda ko'plab gektarlarda o'sha batat yetishtiriladi, shirin kartoshka, uni qayta ishlash, chipslar qilish yoki turli xildagi o'sha tayyor mahsulot holatida ham juda qayta ishlash juda yuqori ekan. Kartoshkaga keladigan bo'lsak, kartoshka ham yetishtirilar ekan asosan. O'sha shimoliy mintaqalar tomonidan yetishtirilar ekan asosan. Lekin men o'zim guvoh bo'lganim bo'yicha oddiy kartoshka bilan shirin kartoshkaga solishtiradigan bo'lsak, aynan men boshqa hududlarda qay darajada yoyilgan bu narsa bilmadim. Biz turgan o'sha Sukuba shahri yaqinida men shuni his qildimki, asosan shirin kartoshka, batat yetishtirilar ekan va suyib iste'mol qilinadi ekan. Demak, kartoshkaga nisbatan o'sha batatni iste'mol hajmi yuqoriroq. Lekin shimoliy mintaqalarida o'sha Hokkaydo atroflarida juda katta miqdorda o'sha kartoshka yetishtirish ham yo'lga qo'yilgan deyildi. Biz u hududlarga tashrif buyurmadik. Balkim u hududlarda ham bo'lsa kerak. Uni bizni kuzatib turgan obunachilarimiz yo bo'lmasa o'sha ko'rib turgan Yaponiyadan kuzatib turganlar bo'lsa, bir qisqacha yana bu savolga qo'shimcha qilishsa, o'zim ham xursand bo'lar edim. Hurmatli kuzatuvchilar, agar Yaponiyada kartoshka yetishtirish borasida sizda qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Abdullaxon, agar yana Yaponiyaga borib ta'lim olish, bilimlarni boyitish imkoni bo'lsa, qaysi yo'nalishda ko'proq bilim olishga harakat qilgan bo'lardingiz? Shunday imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, men hech ikkilanmasdan qishloq xo'jaligi sohasini tanlardim va shu sohani yanada mukammallashtirgan holda bilimlarni olib, yana O'zbekistonga qaytib, uni barcha fermerlarga yetkazish va ularga o'sha manfaatli bo'ladigan har bir ishga o'zimni bag'ishlashni o'ylab turibman. Boshqa mavzuda savollarga o'tamiz. Faqat qishloq xo'jaligi menimcha odamlarni zeriktirib qo'ysa kerak. Mana Yaponiyada 8 oy siz o'qidingiz, endi bu yashadingiz. Albatta. Demak, odamlarning bir-biriga bo'lgan munosabati qanday? Bizni madaniyatimizga juda ham yaqin ekan. Shaxsan men shuni anglab yetdimki, O'zbekiston fuqarolari borsa, u darajada qiyinchiliklarga duch kelmaydi. Sababi xuddi bizdaqa odobli, axloqli insonlarimiz juda ko'p, o'zingizga bilasiz. Endi ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi insonlarni nazarda tutmagan holda, barcha hudud toza, ozodalikka juda ham e'tibor qaratishadi. O'sha har bitta chiqindini o'zlari bilan sumkasiga soladi va uyiga borgandan so'ng uni 7 xil, 8 xil o'sha ajratilar ekan va o'sha chiqindilarni tashlashda ham alohida bir madaniyat mavjud ekanda ularda. O'sha qog'ozli materiallarni dushanba kuni tashlasa, keyingi kun faqat chinnili mahsulotlarni bir-biriga aralashtirib tashlash yo'q, qayta ishlash juda ham rivojlangan. Abdullaxon, so'nggi savol. Yaponiya sizga hayotda nimani o'rgatdi? Va ushbu savol ochig'ini aytish kerak, juda ko'p narsa
bir so'z bilan aytib tugatib bo'lmaydi. Yaponiya anar aka menga qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, haqiqiy odamiylik xislatlarini o'rgatdi. Shu barcha sohaga qaraydigan bo'lsangiz, sifat darajasiga juda qattiq e'tibor beriladi. Nima uchun endi odamiylik? Kuzatuvchilarimiz Abdullaxon Yaponiyaga borguncha odamiylikni bilmasmidi degan izohlar yozishi mumkin-da. Yo, bu qisqacha qilib aytganda deb aytdim, o'zingiz ham guvoh bo'lsangiz, shu barcha yaxshi Nimalarda ifodalasa bo'ladi? O'sha borganingizda birinchi ko'rishingiz mumkin o'sha tozalik. Butun shaharda tozalik. Deyarli hech qayerda ko'rmaysiz o'sha chiqindilarni, maxsus o'rnalarni, idishlarni faqatgina maxsus joylarda mavjud. Biroq o'sha aholi o'zi bilan olib ketadi va o'sha yuqorida aytganimdek uni joylashtirishadi. Bundan tashqari o'sha tabiatga bo'lgan muhabbati. Insonlar tabiatni juda ham ardoqlashar ekan. O'sha daraxtlarga deysizmi, o'simlik dunyosi deysizmi, hayvonot dunyosigami. O'sha bevosita guvohi bo'ldik, hattoki o'tlarni, o'sha yovvoyi o'tlarni urug'lari to'kilgandan so'ng kuz mavsumida o'rish boshlandi. Yoz faslida o'sib turdi. O'sha chekka hududlarda, boshqa joylarda o'sha kelgusi yilga avlod qoldirib, o'sha tuproqning degradatsiyasini oldini olish, tabiatning bexilma-xilligini, ko'rkamligini yanada ko'rsatib turish maqsadida hattoki begona o'tlarga ham tegishmas ekan. Yana nimalarni bir gapirmoqchi bo'lgandingiz Yaponiya to'g'risida? Men bermagan savollar bo'lsa, mendan kutgan savollaringiz bo'lsa, berilmagan bo'lsa, agar shunday ko'nglingizga tutgan gaplar bo'lsa, mana suhbatimiz so'ngida aytishingiz mumkin. U bo'yicha men shuni istardimki, ko'pchilik auditoriya ushbu videomizni ko'rsa, o'sha video reelsimizni o'zlariga qandaydir bir kichik bo'lsa ham bir yaxshilik olsa, manfaat olsa, shuni xursandman. Mana o'zingizga ma'lum, hozirgi paytda barcha yoshdagi insonlar har xil kerak bo'lsa bo'lar bo'lmas video roliklarni joylashni boshlashdi. Yosh yigitlarimiz, boshqalar, aholining ko'pchiligi shunlarga ko'rib, ularga like bosib, yo bo'lmasam o'sha uzatish ishlarini amalga oshirishadi, lekin o'sha foydali videolarni ham shu tarzda ko'proq bir-birlariga ulashsa, maqsadga muvofiq bo'lar deb o'ylayman. Mana misol uchun o'sha eng asosiysi musofirchilikda yurgan otalar farzandlarini hozirgi kunda o'qishlariga ko'proq mablag'larni tikishsa, xorijiy tillarni o'rganishga, boshqa qilishga shuni men maslahatini berardim. Sababi hozirgi kunda o'zingiz xabaringiz bor, mana davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarni xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan juda ko'plab subsidiyalar, imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Hattoki onlayn tekin darslar vujudga kelganda barcha turdagi xorijiy ibrat farzandlar degan platforma bor. Juda ham ma'qul men uchun. Istalgan odam kirib ko'rib o'rganishi mumkin-da. Hozir alohida unga pul sarflash ham shart emas. Juda ham katta imkoniyatlar bor. Shu imkoniyatlardan shu ko'rib turgan yoshlar foydalanishsa, kelgusida ushbu davlatlarga, yuqori rivojlangan davlatlar bilan mana hamkorlik aloqalari kun sayin rivojlanmoqda. Bemalol borib universitetlarda yoki o'sha malaka oshirish kurslarida ishtirok etish imkoniyatlari ochiladi degan o'zimni bir takliflarimni bermoqchi edim, maslahatlarimizni. Rahmat Abdullaxon, sizga tashakkur bildiramiz. Mana shu Yaponiya taassurotlarini gapirib berganingiz uchun, xalqimiz bilan bo'lishganingiz uchun. Siz mana suhbatimizni so'ngida bir yaxshi fikrni bildirdingiz. To'g'ri, bugun ijtimoiy tarmoqlar odam kim nimani qidirsa o'shani topadi. Albatta. Kimdir zararli kontentni ko'rishi mumkin. Bu albatta tarbiyaga ta'sir qiladi. Kimdir foydali kontentni ko'rishi mumkin, uni ongi rivojlanadi, o'zi uchun foyda bo'ladi. Qadrli kuzatuvchilar, o'ylaymanki, bizni mana shu videomizni ijtimoiy tarmoqlarda bo'lib qo'yadigan qisqa videolarimizni ko'rsangiz, albatta o'zingiz uchun bir foydali kontentlarni ko'rishingiz, ma'lumotlarni olish imkoniga ega bo'lasiz degan umiddamiz. Yana sizlardan kutib qolardikki, shunday videoni ko'rsangiz, tagiga izohlarda yozib yuborishingizni, keyingi suhbatlarni qanday mavzuda sizga taqdim qilishimizni istagan bo'lardingiz, yana qanday ma'lumotlar sizni qiziqtiradi. Mana shular haqida bizga izohlarda yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. Abdullaxon, sizga suhbat uchun tashakkur bildiramiz. O'rganib kelgan tajribalaringiz albatta mamlakatimiz qishloq xo'jaligida asqotishiga umid qilamiz. Rahmat. Salomat bo'ling.